So'nggi soniyalar. Vaqt tugadi deb o'ylaysan, jamoang mag'lub bo'ldi deya tan olasan. Yuragingning urushi quloqlaringga eshitilayotgandek. Qo'llarini sovuq bosadi, hatto nafas olish ham og'irdek. Va Ronaldo. Kelly, it runs for Aguero! Eyes on the prize, and the prize is big to stay alive. bum, bitta lahza, stadionni junbushga kelishi, odam o'zini yo'qotadi, badanni titroq bosadi, ko'zlaring xohlamasangda yoshga to'ladi. Bu gol emas, bu mo'jiza deysan. Bu futbolning eng shafqatsiz va shu bilan birga eng go'zal tomoni. So'nggi daqiqalar. Bu faqat kuchlilargina bardosh beradigan sinov. Barchaga assalomu alaykum. Tezkor xabar kanali yana qaytdi. Videonomadan ko'rib turganingizdek, hozir so'nggi daqiqalar haqida gaplashamiz. Agarda siz ham futbolni yoqtiradigan bo'lsangiz, albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bugungi dastur boshlandi. Manchester derbilari har doim qonli va hissiyotga to'la bo'ladi. Bilasiz, 2024-yil 14-dekabrdagi o'yin esa bizga Sir Alex Ferguson davrini eslatib yubordi. Haqiqiy qahramon esa Amad Diallo edi. 88-daqiqada u penalti ishladi. 90-daqiqada esa so'nggi hujumini golga aylantirdi. Yaxshiyam Guardiolaning sochlari kal edi. Aks holda katta ehtimol bilan bu kamlikdan keyin to'kilib ketardi. Hammasi allaqachon hal bo'lgandek. 90-daqiqada Paris Saint-Germain klubi futbolda hukmni vaqt emas, balki lahzalar hal qilishini isbotladi. Dunyo Yaponiya mo'jizasiga ishonib yurgandi. Hisob 2-0. Gran terma jamoa esa maydonda adashib yurgandek ko'rinardi. Bir necha daqiqalar 3 ta gol va orzular parchalandi. Yakuniy qarshi hujumdagi gol esa Yaponiyani o'z uylariga yig'latib yubordi. O'yinni o'zimizniki qilib olamiz deb futbolni o'ldirib vaqtni cho'zib turgan bir paytda Enfieldda vaqt umuman boshqa kuchga ega ekanligini ko'rdik. 90 daqiqaga qo'shib berilgan soniyalarning so'nggisida Van Dijk Simeoneni butunlay o'zini yo'qotishiga sabab bo'ldi. Wayne Rooney qarib qolib AQShning qandaydir klubida o'ynab yurgan paytida ham o'zining prime davridek pas berdi va raqibidan g'alabani yo'l qilib oldi. Va deymiz, Sir Alex Ferguson shogirdlarining qonida ham kambek bordek. Bu yaqinda bo'lgan o'yin. Hali sovib ulgurmagan. Yamal Yevropa Chempionlar Ligasini yutaman deb yurgan paytlar 10 yil deganda endi kubikka 2 qadam qolgandi. Inter esa shuni ko'rsatdiki, hatto mag'lub bo'layotgan paytida ham San Siroda sukut bo'lmaydi. Duram lo salta, gli va via. Duram in accelerazione, la palla passa, Taremi la giusta. Frattesi! Davide! Frattesi! Sempre Frattesi! Sempre Frattesi! Sempre Frattesi! Euro 2024. Aks final qo'shib berilgan daqiqalarning so'nggi soniyalarida Jut akrobatik uslubda gol urib jamoasini musobaqada olib qoldi. Xayr Slovakiya. Bavariya hali tirikman deb turgandi. Kambekka umid bordek. Tinimsiz hujumlar. Biroq Frankfurt jamoasi so'nggi xanjarini Bosni mahv etish uchun urdi. Butun Germaniya his qilgan gol bu. Eintracht Frankfurt! Ekstase auf Hessisch! Hier Yevropa Chempionlar Ligasining chorak finali. City hammasini nazorat qilayotgandek. Biroq qirollik klubi uchun bitta lahza hammasini tubdan o'zgartirib yuborish uchun yetarli. Merseyside derbisida Liverpool g'alabani olib ketdim deb turgandi. Goodison Park esa bunga rozi bo'lmadi. Tarkovski so'nggi golni urdi. O'sha o'yinda sharhlovchi aytganidek, absolutely unbelievable. Look at the scenes at Goodison Park. Now it's all spilling over down there because Curtis Jones is unhappy with Abdoulaye Doucouré celebrating in front of the Liverpool. A bottle's just been thrown in from that section. Two are going to go here after the full-time whistle. AQSh bu o'yinda qizil kartochka olib kamchilikda o'ynayotgandi. Nimagadir
AQSh terma jamoasini qo'llab-quvvatlaydigan sharhlovchi xuddi Panamani ustidan kulgandek "Where is Ramos?" deydi. Bilasiz, Ramos 93-daqiqalarda juda ko'p gol urgan, biroq bu o'yinga hech qanday aloqasi yo'q. U panamalik ham, AQShlik ham emas, shunchaki mem sifatida aytilgandi. Va so'nggi gol. Waterman nafaqat AQShni mag'lub etdi, u jonli efirni ham egallab oldi. Italiya derbisi Juventus va Inter uchrashdi. Ikki jamoa o'rtasidagi eng prinsipial qarama-qarshilik. O'yinning 3-3 hisobida yakunlanishi bu Inter uchun turnir jadvaldagi g'alaba degani edi. Bolakayning alam ko'z yoshlariga e'tibor bering. Lyon bu o'yinda hisobni saqlab qolish uchun to'liq himoyaviy rejimga o'tdi. Biroq o'yin oxirida Manchester United o'zining prime davrini eslatib yubordi. 120-daqiqada Kobe Mainu sovuqqonlik bilan zarba berdi va hisobni tenglashtirdi. Ammo bu bilan hammasi tugamadi. Oradan ko'p o'tmay Harry Maguire oldinga chiqdi. Butunlay himoyaga yotib olgan Lyonni jazoladi. Mana o'sha bolacha hali ham yig'lamoqda. Bu safar ko'z yoshlarining sababi o'zgardi. Bu o'yinda ijtimoiy tarmoqlarda portlashiga sabab bo'lgan inson Ronaldoning muxlisi edi. Aysho Spit, agar Messi shu o'yinda gol ursa, men uning fanati bo'laman dedi. Albatta Messi bu gaplarni eshitmadi, biroq jarima zarbasini ideal darajada amalga oshirdi va gol urdi. Aysho Spit esa butunlay aqldan ozdi. So'nggi daqiqalar hayajonli bo'lishi uchun comeback bo'lishi shart emas. Germaniyaga g'alaba shart edi. Jamoa butunlay hujumga o'tdi. Oxirgi daqiqalarda darvozabon ham hujumga o'tdi. Aynan shu paytda Koreya terma jamoasi to'pni olib qochdi. Son Hyon-min bo'sh qolgan darvozaga to'p kiritdi va amaldagi jahon chempionini guruhda qoldirib yubordi. O'sha yillari nemislar dindoshimiz Mesutdan voz kechganda, esingizdami? Sharmandali natija. Jamoa holatiga juda ham mos edi. Odatda himoyaga yotib olgan jamoalar jazolanadimi deyman. 90+4-daqiqada Tottenham o'yin tugadi deb o'yladi. Ammo Ramos bu o'yinni penaltilargacha olib bordi. Yakunda Paris Saint-Germain penaltilar seriyasida Tottenham Hotspurni kuboksiz qoldirdi. Arsenal chempionlik poygasida o'sha mavsumda Manchester City bilan chempionlik uchun kurashayotgan edi. Bu o'yinda ochko yo'qotish poygada katta zarba bo'lardi va klubni mutlaq umidsiz qoldirardi. 90+7-daqiqadagi gol bilan Arsenal chempionlik uchun bo'lgan umidini tirik qoldirdi. Bu oddiy guruh o'yini emas, bu afsonaviy o'yin. Bu haqiqiy imtihon edi. Ispaniya tarkibi kuchli, biroq Portugaliyada bitta futbolchi bor. Uning hat-trigi Portugaliyani mag'lubiyatdan qutqardi. 3 golga 3 ta gol bilan javob. 3-gol esa shedevr. Xorvatiya qo'shimcha taym ularning hududi. Faqat ular o'yinni cho'ssagina raqibini taslim eta oladi. Jahon chempionati 2022 esingizdami? 117-daqiqada Braziliya ham qutula olmadi. Penaltilar seriyasida xorvatlar ustun keldi. Bu bahsda so'nggi daqiqalarda ketma-ket 2 gol urilgan. Ha, ba'zan 90-daqiqadan keyin bir jamoa uchun o'yin tugaydi. Boshqasi uchun esa boshlanadi. Bu lahza shuni ko'rsatadiki, futbolni 90 daqiqa emas, hakam oxirgi o'qishdagina chalgunicha o'ynash kerak. Turkiya Chexiya o'yini. Hisob 2-1. Euro 2020 tur guruh o'yini. Juda ham muhim golni Jake Tosun kiritdi. Apeldagi kurash. Yevropa Ligasi yo'llanmasi zonasi uchun bo'lgan bahsda Chelsea MUga qarshi dahshatli comeback qildi. Cole Palmer esa shubhasiz o'yin qahramoni. Sterling, or maybe Sterling's touch and the impetus has gone. Taken quickly. Palmer driving it. It's in! It's in for 4-3! It's absolutely unbelievable! Cole Palmer's won! So'nggi daqiqalarda yutqazish jamoa uchun juda ham alamli ekanligini isboti, javob o'yinida esa nima bo'lganligini juda yaxshi bilasiz. Sensational goal! Well, he might be a galactic
Ko'pchilik bilmaydi, lekin Portugaliyada ham klassiko bor. Uni haqiqiy ahamiyatini faqatgina futbolni chin dildan sevadigan muxlislar his qiladi. Nima uchun bu o'yin afsonaga aylangan? Fransiya amaldagi jahon chempioni edi. 3-1 hisobida oldinda borayotgandi. Hamma o'yin tugadi deb o'yladi. Ketma-ket 2 gol jamoani qutqardi. Chempionlar Ligasi 2019 yarim final. Javob bahsi. Ushbu o'yindan keyin Tottenham haqli ravishda finalga yo'l oladi. APLda chempionlik uchun jang. Arsenal yutdim deb o'yladi. 90+8-daqiqada John Stones gol urdi va Arsenalning umidlarini chilparchan qildi. So'nggi daqiqada jamoa darvozaboni o'yinni qutqarsa, inson yoshligiga qaytgandek bo'ladi. Badandagi yitlari esa jimirlab ketadi. Keeper komt standaard op 1-1 in de 95ste minuut. Wat is er aan de hand? Bu o'yin 2022-yilgi jahon chempionati chorak finali. Asosiy vaqtda Argentina terma jamoasi yutayotgandi, biroq Niderlandiya so'nggi gol bilan jamoasiga umid berdi va yakunda penaltilar seriyasida baribir mag'lub bo'ldi. Mana bu golga ta'rifni sizni o'zingiz izohda berishingizni xohlayman. Bu shunchaki savol. Nima uchun buni adolatsiz so'nggi daqiqa deyishadi? Aynan o'sha o'yin hakamning faoliyatiga nuqta qo'ygan burilish bo'lgan deyishadi. Sababini bilganlar bormi? Izohga yozing. Euro 2020 turining finali 87-daqiqa. Bosim eng yuqori darajada. Oyarzabal bitta gol bilan tarix yozdi. 2014-yilgi jahon chempionati finalida 90 daqiqa g'olibni aniqlash uchun yetarli bo'lmadi. Qo'shimcha taymda Mario Götze oltin golni kiritdi va Germaniya tarixda 4-karra jahon chempioniga aylandi. UEFA Chempionlar Ligasi birinchi o'yin 0-4 hisobida PSG foydasiga hal bo'lgandi. Javob o'yinida biz haqiqiy comeback guvohi bo'ldik. Buni nima deb ataymiz? Tarix yoki remontada? Leicester City foydasiga penalti berildi. Mana shu vaziyatda agar gol urilganida tarix butunlay boshqacha yozilishi mumkin edi. Biroq qarshi hujum o'yindagi natijaga mutlaq nuqta qo'ydi. Watford tarixni mutlaq boshqacha yozdi. Shu sababli bu epizod futbol tarixidagi eng dramatik play-offlar lahzalariga kiritiladi. Your eyes. You are really seeing the most extraordinary finish here. Nima uchun barcha so'nggi daqiqalar haqida gap ketganida mana bu o'yin eng yuqorisida turishini sababini bilasizmi? City chempion bo'lish uchun albatta bu o'yinda g'alaba qozonishi shart edi. Raqib jamoasi himoyaga yotib olgandi. Aks holda chempionlik Manchester Unitedga o'tib ketardi. 90-daqiqaga qo'shib berilgan vaqtning so'nggi soniyalarida nihoyat gol urildi. Manchester City chempion bo'ldi. Klub 44 yillikda chempionlik sog'inchiga nuqta qo'ydi. Tasavvur qiling, qolgan bir necha soniyagina 44 yillik sog'inchga barham beryapti. Agar videoni shu joyigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ymasangiz uyat bo'ladi. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi dasturda yaxshi kayfiyat ila ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.